Assalomu alaykum do'stlar. Do'stlar, sizlarga bugun yangi chiqqan Easy Doji saytini aytib o'tamiz. Pix saytlarga o'xshagan. Pix saytlarni kimdir bilganlar bor, kimdir bilmaganlar. Bilmaganlar haqida ham keyingi videolarda aytib o'tamiz. Bugun Easy saytdan qanaqa ro'yxatdan o'tish va qanaqa doji ishlash haqida aytib o'tamiz. Qani boshladik. Kiramiz. Undan birinchi o'chirtda ro'yxatdan o'tish. Sign up tugmasiga bosib, bundan username yozamiz, email yozamiz va parol yozamiz. Bundan ham takroriy parolni yozib, kapchani terib, kapcha teriladi. Va sign upga bosib ro'yxatdan o'tib olamiz. Men oldindan ro'yxatdan o'tganman. Hozir saytga kirib olaman. O'zimni kapcha teriladi. Mana kirib oldik. Endi bundan qanaqa funksiyalari borligini aytib o'tamiz. Faucet, short link, game, context, surveys, task, bonuses, gift, notifications, wallet, setting и referrals. Wallet bilasizlar. Pul chiqarib, pul solish va pul chiqarish. Wallet. Faucetda har soatda kapcha terib, doji satoshilarni olamiz. Shunday qilib, Pix saytlarga o'xshagan deganimda, bunda ham levellar bor. 1-leveldan 8-levelgacha. Bundan har soatda kapcha teramiz. Ya'ni shu yerdagi rasmdagi kabi va shu yerda yozamiz. Kichkina i, katta t, yana katta g, katta j, q, u. Mana yozdik. Ana bizga Satoshi tushdi. Ana. Endi bunda Games bo'limi ham bor. Games bo'limida Dice, Mines, Baccarat, Slot va Poker va Games mini o'yinlari bor. Bunda ham mana doji 10 ta doji yig'sa 2-levelga o'tadi. Hozir men 15% bo'lganman, 15%. Shunday qilib, undan boshqada yana bitta sizlarga qiziq bo'lgan yana bir funksiyasi bor. Short links funksiyasida sizlarga yaxshi bo'lish uchun aytib o'taman. Shunaqa qilib, shularga har 23 soatdan almashib turadi. Har 23 soatida soatdan keyin sizlar bundan satoshilarni olib bilasizlar. Ya'ni reklama ko'rib, short reklama ko'rib satoshilar olib va ularni Gamesda
o'ynab, nima qilib, levellaringizni ko'tarishlaringiz mumkin. Shunisi eng qiziqli shu yeri bor ekan, shu funksiyasi. Mana sizlarga hozir o'zim ko'rgazib o'taman. Kapcha teriladi. Mana kapcha teramiz. Kiradi. Mana. Bundan I'm a human, ya'ni men insonman deganini bosasiz. Yana bitta bosamiz. Bittaga bo'lmadi. Boshqa yerga kirib ketdi. Noto'g'ri yerlarga kirib ketdi. Mana I'm human'ga yana bitta bosamiz. Bu tugmasi chiqdi. Endi get linkga bosamiz. Mana sizga ko'rdingiz, satoshilar tushdi. Ko'rgan bo'lsangiz, 0.009. Mana so'nggisini oldim hozir. Mana 20 soat endi ketdi. 20 soatdan keyin yana yangilanadi. Yana bitta yangilab olamiz. Endi bundan wallet bo'limidan bilganingiz kabi depozit, ya'ni pul kiritib bilasizlar. Shu manzili orqali. Wallet, withdraw. Ya'ni withdraw bo'limi ham pul chiqarish. Pul chiqarishda mana o'zini pul chiqaraman desangiz, minimalkasi bor. Minimalkasi juda qulay. 5 ta dojida sizlar chiqarib bilasizlar. Pix saytlarda 15 ta doji chiqarish mumkinligi bor edi. Minimalka. Bunda juda ham qulay ekanda. 5 dojida 5 doji to'playsizlar va 5 ta chiqarib bilasizlar minimalkasi. Undan keyin yana bitta boshqa endi yana aytib o'tar yerimiz. Ana endi gameslarni o'ynab ko'ramiz. Ana men ko'planch dice hamda games o'yinni o'zim o'ynayman. Birinchi o'ynaganingizda, har bitta boshlagan o'yiningizda, boshlaganingizda bitta aylanma mana aytib o'tiribdi-yu. Play once to get one free spin. Ya'ni bitta aylanish nima deydi? Sarmoyasiz bitta aylanish berar ekan. Men sizlarga games o'yinini o'ynab hozir biroz o'ynab o'tamiz. Mana start bosamiz. Mana bitta bosamiz. Ikkita bosamiz. 3 ta bosamiz. Ana, ko'rdingizlarmi? Mana. O'sha ustiga ko'rdingizlarmi? O'sha meniki 2 bo'ldi-da. 0.02 bo'ldi. Boya bittasi. Ko'rdingizlarmi? Shunaqa qilib o'yinlarni o'ynab, nima qilib levellaringizni oshirishlaringiz mumkin. My Dice o'yini bor.
Mana Pik saytlardek kabi Minds o'yini bor. Mana shunaqa qilib levellaringizni ko'tarib, nima qilib har soatda captcha terib ishlashingiz mumkin. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, qani like, komment, kimga nima shu sayt bo'yicha savollaringiz bo'lsa, savollaringizni berib bilasizlar.